Assalomu alaykum aziz do'stlar. Uskech kanaliga xush kelibsiz. Xo'p do'stlar, bugungi video roligimizda Izlet sayti orqali pul ishlashga harakat qilib ko'ramiz. Izlet saytiga o'tib olamiz. Xo'p, birinchi o'rinda buni bonuslari haqida tushuntirib o'tib ketaman. Ozroq saytda o'rgandim. Bu yerda mening referalim bo'limiga o'tamiz ekan. Xo'p, 3 ta aktivni do'st taklif qilsanglar, 3 ta aktivni do'stdan keyin bitta spin berar ekan va u spinni bu yerda aylantirishimiz mumkin. Hop, aylantirganimizda nima tushsa o'shanga yarasha yutuq berar ekan. Maksimal yutuq 1 million so'm ekan. Atak nimadir tushishi aniq. Bunda yutuqsiz bo'lmaydi. Obunachilarning aytishi bo'yicha. Hop, bundan tashqari deb har bir tavsiya, ya'ni do'stingizni taklif qilganingizdan keyin u depozit kiritsa 10% beradi. Misol 100 ming so'm pul kiritsa saytga sizga 10 ming so'm bonus beradi sayt o'zining hisobidan. Shunaqa. Bundan texnik yordam kerak. Texnik yordam, bu yerda bonus. Qisqasi hozir biz o'ynaganda kirganmiz, bu yerga o'ynaymiz. 150 ming so'mga to'ldirib olamiz birinchi. Karta telefon orqali to'layman. Xo'sh, to'laymiz. Hop, to'lovni qilamiz. Pulni o'tkazyapmiz. 250 ming so'm. Hop. Ajoyib. Pul sarabi hisobimizga. Hop, bizda taktikamiz 1000 so'm 1% qo'yib olamiz. Do'stlar, davom etamiz. Bosamiz. Sayfani bitta yangilayimizda 2000 so'm yozamiz bu yerga. Bosamiz ekan. Hop, mana chiqdi. Sayfani yana bitta yangilaymiz. O'xshadi. Videoda uzilishlar bo'lyapti. Bundan uzr so'rayman, chunki ko'chada chaqirib qolishdi. Xo'sh, hozir 2 barobar qilamiz. 30 ta, har 30 ta 2 barobar qilyapman ma'lumot uchun. Hop, yana yangilaymiz. Bermadi. Hop, 4 mingdan bosamiz. 2 barobar qildik, chunki boya 300 dik. 120 ming so'm bo'ladi 30 tasi. Vot, mana bu yerda kayf. Endi bu doim ham o'xshamaydi. Riski juda ham katta, ko'ryapsizlar, pul oqyapti. Mana chiqdi. Endi pastga bosamiz. Endi 2 barobar qilamiz. Mana chiqdi. Ona ingimagan. Xo'sh, yana qanaqa taktikalarimiz bor edi akalar? Sizlarga yaxshi taktikalar ko'rsatib berishga harakat qilaman. 11% taktikani sinab ko'ramiz. 1,5 ming so'm yozamizda 5 ta bosamiz. 5 ta bo'ldi. Hop, mana onalarni ham chiqdi. Hop. Ahuyet. Hayır. Şöyle onu. Hop. Bana verip duradiyor. Mesela berganda aldanmaylar. Ko'p berganda, chunki shu holatda 200 olish ehtimoli baland, chunki berib turib umuman bermay qoladi. Taktikani almashtirish kerak bu holatda, bu riskga olingan taktik bo'lib qoladi. Shuning uchun 5 ming qo'yamiz. Yana yutdik. Chapga bosaman.
Yomon YouTuber ya. Bütün YouTuber var ya. Doğru. İki fazla yapıyoruz. Hadi. Basıyorum şekil. Hadi yapıştım. Ya gel abi. Böyle. 10 Nisan açıp veririz. Kim bilir bir de olsa. Ooo. Valla biri var da yani 10 Nisan ben şey başka biri varsa yani past. Kira yetadi ortiq 3 million so'm ahuyet bor 250 ming so'mda. Endi hozir dash o'ynaydigan bo'lsak aniq yetkazamiz. Pulni chiqarib olamiz buni albatta biz. Videoda nima deb to'xtatishni ham bilmayapman to'g'risi. Gap kelmadi. Mayli, sog' bo'linglar azizlar. Kayfiyatinglarga qarab o'ynab ko'ringlar. Bu lekin risk.